2026-yil 12 fevral O'zbekistonga savdo bo'ldi. Hoji akamizga keling, Hoji akam aka turing endi bu qo'ydi. Necha kundan beri tanlab bu qarorga keldingiz, bu qo'chqorni oldingiz, mana qulluq olsin endi aka qo'chqor. Maşallah. Qarang. Ha? 4 yilda tanlab oldim. 4 yil bo'ldi, 4 yil. Yo'q, 4 yildan beri yuramizda masalan, lekin mashina ahd qilib mana shu qo'chqorni oldingiz aka. Alloh barakasini bersin. Rahmat. Bu qaysi liniya endi tushuntirib o'ting, Quvonch og'a. Ayting. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Ibrohim Hoji, Zaqchan aka. Rahmat. Bu Ibrohim Hoji bilan shu Arashandan beri, Toshkentdan beri tanish aka bo'ldim 2-3 yildan beri. Mana shu akam kelib bir yaxshi qo'chqor berasing deb kelgandan bu eksklyuziv primoy bolasi. Primoy bolasi. Buni Baqt do'stimdan olgan. Ha, Baqt Hoji aka. Do'stim bir yaxshi qo'zlardan birini menga bergan. Do'stim sana bir yaxshisini berayin deb shuni bergan. Boyu hozir 1 metr. Qulog'i 22 chiqyapti hozircha. 1 yosh 2 oy bo'lib qoldi shunday. 1 yosh 2 oy. 1 yosh 2 oy bo'lib qoldi. Enesi komissarning qizi. Ha. Ona tomon ham kuchli. Ona tomondagi buyuk baland qo'y bo'luvchi. Ana Ibrohim Hoji kelgan shu qo'chqorni berasiz degandan aqchasini da jengil qilib, bunday do'st qatori bunday qilib turib berdim akamachi. Xudo xolsa birinchi probniklarni olib keling. Qo'chqorning probniklari mana. Qo'chqorni probnigi bilan bu baholanadi-da. Mana. Buni probnigi bilan baholanadi-da, qarang. Ikkita, yo'q. Egiz. Bag'dan ham bergan, Xudo beribdi-yu, qarang. Voy, mashallah. Birinchi probniklari mana. Zaqchan aka o'zingiz aytasiz-ku siz irg'och qo'zlarni ko'rguli. Ha, to'ppa-to'g'ri. Qo'chqorni ko'rib turib, irg'och qo'zisini tushirish kerak edi. Misol, mana uni ertaga bir to'g'risi tish yorganda bu qo'ylarni olib bo'lmaydi. Hech kim sotmayapti. Hech kim sotmayapti buni. Mana emas. Bu 1 kunlikmi, 2 kunlik qo'zi? 1 kunlik. 1 kunlik qo'zi. Bu klichka, Hoji aka. Klichkasi qo'yamiz, Hoji aka $100 beramiz. Bu klichkasini Ha, zikr qo'yishdi. zikr. Mana shu ukamiz o'zi qaragan ekan yoshligida. Ha, mashallah. O'shanga zikr qo'ygan ekan. Ha. Shu Endi Xudo xolasa O'zbekistonda vistivkalarda tomosha qilamiz endi buni qo'chqorlarni olib chiqib va tayyorlab. Alloh razı olsun sizga. Shu qo'chqordan baraka toping. Xudo xolsa O'zbekistonda chempion bo'lib, atoqli qo'chqorlar bo'lib, shundan baraka topib, yaxshi O'zbekistonga yaxshi irg'och erkak qo'zlardan seleksiya qilib chiqarsin, ha? Aka-ukachilikka rozi bo'ling, ha? Men roziman. Bu pulida bas bu. Unchaga sotildi, unchaga sotildi. Nimaga Hoji akamdan ham ertaga shu eksklyuzivni liniyasida qo'y bor deb turib, dokumentda bu hozir. O'zlari kelishdilaring. O'zi kelib yaxshilik qilib tushirib berdi akam. Biz ham bilganimiz yo'q narxini. To'g'risi Alloh barakasini bersin. Nech pulga olgan bo'lsangiz Hoji aka, Alloh barakotli qilib, iloyim buni irg'och qo'zlarni ko'paytiring O'zbekistonda. Urug'ini. Rahmat.